أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun dersimiz Sura Ali İmran'ninki 12. ayetiga keldik. Allah subhanahu ve taala shunda deydi: "Qul lillezina kafaru satughlabuna ve tuhsharuna ila jahannama ve bi'sal mihad." İlgirki ayetlarda yoldan çıkan, haddidan aşkan tacavuzcular, taği, tuğyallar, tağutlar, muşlarının misali sübtide Fir'avn ve onun yoluğa ergeçkenlerinin kılmış etmişlerinin ki ahırısı da üzünün vabalığa sebep boğallığı, qattiq azapqa duçar boğallığı hakkında mezmullah sözünü boğandın keyin Allah subhanahu ve taala Resulullah'a şunda bir amanetni topşirdi. Yani kupparlarga, düşmanlarga yetkizdigan bir amanetni. Bu amaneti deydi: "Ey Muhammed aleyhisselam, siz şu kupparlarga den aytib qo'ying, sizlar mag'lub bo'lasizlar ve cehennemge toplanısılar." Cehennem intayin yaman joy. Ayetning o'zining tarjimasidan chiqib turdi. Bu Allah'tan Resulullah'a kelgan bir buyruq, yetkizish buyruqi. Resulullah bu buyruqqa binoan bir xabarni kuparlarga yetkizdi. Bu o'smi kuparlarga ogohlantirish xabari. Mayli bu kuparlar Quraysh kupparlariga o'xshash kupparlar olsun, yoki ahli kitob Yahudi, Nasrani olsun, islomga dushmanlik qilgan kupparlarning hammasi mushu kitobning tahtiga daxil. Endi Qur'on odatda ifoda shakllarida normal kishilarning so'z, xitob uslublaridan sal g'ayri uslub qo'llanadi normalda. Har bir nuqta bir inchki meseleni öz içine ağam buludu. Her bir kitapның şekligice. Mesela bir misal alsak qarindoshlar, oğlunuzga, kichik bir balangizga, balam tağınızga berip dep qo'ying, men tağınızni ati yo'qlayman degan şekilde bir gap so'zdan birini topshirsak, kichik bala normalda tağısından qaşqirib, "Tağa, dadam ati sizni yo'qlab keldi ekan" deyishi mumkin. Endi o bala eğer pevkul adda amanetdar bo'lib qolsa, yani sözünü qilchilik o'zgartmasdan o'z pat yetkizadigan ma xarakterdagi bo'lib qolsa, "Tağa, dadam tağınızga dep qo'ying, ati tağınızning yo'qligini boraman" dedi deb dadasining degan so'zining hammasini aynan shaklda hikoya qildi. Endi oyatdan chiqib turadigan bu bir misol uchun davatımızga ayettin çıkıp durduğunu Resulullah'ın bu kadar amanetdarlık meselesi. Allah Resulullah hitap kılıp den degenden ki Resulullah kuparından kaşık kılıp sizler mağlup bulusizlar ve cehennemge yığılısizlar dep koysa buldu. Ama Resulullah bunu umumi amanet süptide gapning beşidin ahırgıca to'liq yetkizib nimdavatıdı. "Qul lillezina kafaru satughlabuna ve tuhsharuna ila jahannam ve bi'sal mihad." Dan ey Muhammed aleyhisselam, kupparlarga sizlar dunyoda mag'lub bo'lasizlar ve oxiratda cehennemge hammanglar to'planasizlar degan bütün oyatning hammasini hatto o'ziga qilingan xitob bilan qo'shib qana quvvatidir, yetkizyapti. Chunki buning nima inchkilik tarafi bor deyilsa, agar Rasulullah qul degan beshidagi o'ziga qilingan xitobni tashlab o'tib faqat yetkazilishga burilgan satug'labuna va tuhsharuna deyilsa, balkim qarshi tarafning beradigan ta'siri Rasululloh tarafdan deyilgan bir gap sifatida o'rtaga chiqishi mumkin. Ya'ni bu Allohningki ularga qilgan tahdid, ogohlantirishi sifatida o'rtaga chiqmasligi mumkin. Bu noktadan Resulullah bütün amanet süptide hemmini yetkiziyordü. Bu bir. İkinci nokta. Yeni bir ayet var. Sur Enfal'ninki 39. ayette. Şuna o'xshash ayet. Ayetin başlanışı. "Qul lillezine keferu" 5 o'xshash.
İyentehu yughfar lahum ma qad salaf. Agar ular to'xtab qolsa, o'tmishi kechirim qilinadi. Va in ya'udu faqat madat sunnatul awwalin. Agar yana takror shu ishni qilaversa, ilgarikilar qanda oqibatga duchor bo'lgan bo'lsa, bular shunda oqibatga degan mazmundagi oyat bizga bu yerda lozim bo'layotgani bu oyatninki. Ma oyatda biz o'qiyotgan oyatda kuffarlarga deb qo'ying. Sizlar mag'lub bo'lasizlar, jahannamga to'planasizlar. Xitob. Bevosita ikkinchi shaxs shaklda. Oyatda kuffarlarga deb qo'ying, ular bunda qilsa bunda bo'ladi, bunda qilsa bunda bo'ladi. Uchinchi shaxs shaklda. Amaliyotda normal o'lcham aslida, normal o'lcham Resulullahga deb qo'yishga buyruq uchinchi shaxsga yetkazmoqchi bo'lgandan keyin uchinchi shaxs shaklda kelsa biz normal so'z uslubida normal deb qaraymiz. Ammo oyatda birsi umumiy so'z Rasulullohga omonat so'z. Xitobning beshi Rasulullohga qaratilgan. Siz deb qo'ying. Ular bunda qilsin degan yerda sizlar mag'lub bo'lasizlar va jahannamga to'planasizlar. Bu yerda ikki xil ifoda bor. Bayatda Rasulullohning omonatni umumiy shaklda yetkazishi bu xitobning Allah tarafidan kelganligini ifodalasa. Endi Resulullahning og'zidan chiqib kuffarlarga qaratilgan xitobning o'zi uchinchi shaxsda emas, ikkinchi shaxsda. Sizlar mag'lub bo'lasizlar va jahannamga to'planasizlar degan mana ikkinchi shaxs chiqish bu bizning yana bir diqqatimizni tortadigan nuqta. Buning uchun uchinchi shaxsga emas, ikkinchi shaxsda, ya'ni ular mag'lub bo'ladi, ular davzaqa to'planadi degan shaklda emas. Sizlar mag'lub bo'lasizlar. Sizlar davzaqa to'planilgan ikkinchi shaxs shaklda bu chiqadi desa. Chunki kuffarlarga buni yetkazdigani Rasululloh va musulmonlar. Bu so'z kuffarlarga qarata Rasulullohning og'zi va musulmonlarning og'zi orqali yetkaziladi. Endi shu vaqtning o'zida mushu xitobni kuffarlarga yetkazilayotgan shu vaqtning o'zida musulmonlarning ahvoli qanchalik? Rasulullohning ahvoli qanchalik? Rasulullohning musulmonlarning ahvoli o'zining jonini qo'g'dayamayotgan bir davr. Musulmon o'zini yushirayotgan, o'zini himoya qilolmayotgan, u boshqani mag'lub qilib, bu qilish emas, o'zini saqlayolmayotgan bir davrda Rasulullohning og'zidan, musulmonlarning og'zidan bu xitob chiqyapti. Ajoyib bir ojizlik. Normalda hamdalaki Allah'ning so'zi bo'lmagan taqdirda dunyo sabab nuqtasidan shu vaqtdagi musulmonlar bilan kuffarlarning umumiy ahvolidan musulmonlarning bunday gapirishi asla mumkin emas. Normal dunyo hisoboti bo'yicha mantiqiy uyg'un emas. Xuddi eng ojiz bir millatga eng ojiz bir kishilar to'pi bugungi kunda dunyodagi eng cho'ng buyuk imperiyalar varligi o'zini qudratli hisoblaydigan amaliyotda dunyo nuqtasidan nurg'un texnikalarga ega, nurg'un iqtisod, nurg'un kuchlarga ega dunyoda cho'ng bir davlat bor. Ash davlatni men vayron qilaman degandek ifoda bu. Musulmonlarning og'zidan mush gapni Alloh chiqardi. Ikkinchi shaxs bo'lish orqali musulmonlar xuddi shularga o'zining jonini saqlayolmayotgan vaqtida avlog'i mag'lub bo'lisizlar da'vatida musulmonlar. Avlog'i sizlar davzaqqa to'planasizlar, sizlar da'vatida bular. Buning o'zi bir nima bo'lsa musulmonlarga buyuk ishonch, kuch ato qilsa, ikkinchidan bishorat. Allohning musulmonlarga bergan bishorat. Uchinchidan avlog'ning yurkiga qo'rqinch serish. To'rtinchidan vaqtning o'tishiga ergashib, shu ish amaliyotga chiqqan vaqtdagi bu kitobning, bu ogohlantirishning Alloh tarafidan ekanligi, haqiqiy ogohlantirish ekanligini o'rtaga chiqarishdek bir muncha alohidliklar bor bu yerda. Ta Umar radhiyallohu anhu Sur Qamardagi 45-oyat sayuhzamul jam'u va yuvalluna dubur degan oyat tushgan vaqtida shuni so'rab qolgan. U to'p hammasi vayron bo'ladi, hammasi keniga qochadi desa, bu musulmonlarning oldidan qochqida qaysi to'p bu? Chunki musulmonlar vaqtda boshqani qochib olg'ida kuch emas, o'zini saqlayolmayotgan bir davr. Umar radhiyallohu anhu buni biladi. Ya'ni sabab nuqtasini aytgan vaqtida musulmonlarning g'alaba qilishi asla mumkin emas. Sabab nuqtasini aytgan vaqtda, ammo Qur'on Rasululloh mu'minlarga nima bilan xitob qiladi? Dunyoviy sabab nuqtasi turib xitob qilmaydi, balki sababning Robbiga bog'lanib turib xitob qiladi. Ya'ni bu shu demakki, oxirgi g'alaba mutlaq musulmonlarga tava. Musulmonlar
o'zining navbatdagi ahvolining qanchalik tuvan bo'lib ketishini qat'iy nazar umidini uzmaslik kerak. Shuningga ishonch qilish kerakki, eng oxirida sayug'labun, ya'ni ular kuffarlar mag'lub bo'ladi. Musulmonlar g'alaba qiladi. Amaliyotda Badr mushu oyat tushgandan keyingi ma'lum vaqt o'tgandan keyingi Badr bu oyatning nimaligini isbotladi, rostligini isbotladi. Musulmonlar bir tinch o'rin bormidi yashashga, biz qachon bir tinch turmush kechiramiz deb umid qiladigan musulmonlar Badrni yangdi. Mana buning o'zi oyatning birinchi qismining satug'labun, dunyoda mag'lub bo'lasizlar degan qisminingki dunyoda rost amaliylashishi. Endi musulmonlar shuncha ojiz, o'zining hayotini saqlab qolmoqdek bir holat turib, kuffarlarga satug'labun degan bu ogohlantirishi rost ro'yobga chiqqan bo'lsa, amalga oshgan bo'lsa, buning rostligi o'rtaga chiqqan bo'lsa va oyatning ikkinchi qismi bo'lgan va tuhsharuna ila jahannam, jahannamga to'planisizlar degani mutlaqo amaliyotga chiqadi, ro'yobga oshdi. Satug'labun, mag'lub bo'lasizlar ogohlantirishi dunyodagi masala bo'lsa, buni o'zguzilan ko'rdi musulmonlar, tarixi yezildi bu Badr urushida. Endi oxiridagi va tuhsharuna degani oxiratning ogohlantirishi bo'lib, bu mutlaq amaliylashidir, ro'yobga chiqadi. Inshaalloh biz o'z ko'zimiz bilan buni ko'gili nisb bo'lamiz inshaalloh. Endi ba'zi mufassirlar bu oyatdagi xitobni yahudlarga qaratilgan, musulmonlar Badrda g'alaba qilgandan keyin yahudiylar Pavqul atda Tavrat ketgan. Ba'zilar oy mushu bizga kitoblarda bishorat bo'lgan payg'ambar mushikan musulmonlar g'alaba qildi, biz agishili desa ba'zisi to'xtab turinglar, oldirmanglar, deb bir qitimliq urushlarlar sizlar bunda oldirab ketmanglar, yana bir qitim urush kelsin degan ahvollar bo'lgan. Hatto ba'zi rivoyatlarda Badr urushi bo'lib, musulmonlar mushriklarni yengandan keyin Rasululloh Banu Qaynuqa bozorida yahudlarni to'plab, yahudlarga bir askartish bergan. Diqqat qilinglar. Qurayshga o'xshash oqibatga qolmanglar. Eng yaxshisi Quraysh qolgan oqibatga qilishdan ilgari musulmon bo'linglar. Hammanglar bilasizlar, men Alloh tomonidan avatilgan payg'ambar degan vaqtda buni nima deganda, sen bir urushni o'qimaydigan, jang qilishni o'qimaydigan odamlarga uchrab, buni qaloqliq yengiblam, fursat tepiblam, yengiblam, bak mag'rurlanib ketma. Bizdan urushib qolsang, bizning kimligimizni bilsa degan vaqtda oyat tushgan. Degan mufassirlar bo'lgan. Har holda biz darsimizning 5-oyatning 5 deganimizdek oyat kuffarlarga qartilsimi bo'ladi. Bularni o'z ichiga oladi, mushriklarni, ahli kitobni o'z ichiga oladi. Ya'ni kuffar bo'lgan hammasini qanday o'z ichiga oladi. Musulmonlar shunda deyalishi kerakki, shuning ishonch qilish kerakki, satuhsharuna, satug'labuna va tuhsharuna ila jahannam. Hammanglar mag'lub bo'lasizlar, mayli dunyodagi qaysi kuch bo'lib ketsin. Qanchalik songa ega kuch bo'lib ketsin, qanchalik iqtisodga ega, qanchalik harbiy kuchga ega kuch bo'lib ketsin, satug'labuna va tuhsharuna ila jahannam deyalishimiz kerak. Oyatning oxiridagi va bi'sal mihad, ya'ni bu jahannam intayin yomon bir joy. Mihad asli arab tilida büyüşük kichik bolni bu vaqtida bilib qo'ydigan bir büyüşük var. Shu büyüşükni mihad deyiladi. Ya'ni bu shu ifodani ko'rsatadiki, jahannam xuddi kichik bola büyüşükdə o'zi xolab harakat qilinmag'iniga o'xshash. Büyüşükdagi o'rni boshqalar tomonidan belgilanganiga o'xshash, kuffarlarning qiyomat kunisi hech tanlash erkinlik bo'lmaydi. Belgilangan joydan chiqib ketish erkinlik bo'lmaydi. Ashta joy degan bir ifodani ifodalasa kerak. Ondan keyingi oyatda 13-oyatda, oyatning so'zlaganimiz 12-oyat deydi Alloh subhanahu va taolo, ya'ni biz mu'minlarga ibrat qilib va mushrik kuffarlarga ibrat qilib, mayli mu'min mayli mushrik bo'lsin, yuz bergan bir voqelikni ibrat qilib turib bizga bir ogohlantirish turyapti. Da'vatda qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi va ukhra kafira yarawnahum mithlayhim ra'yal ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi zalika la'ibratan li ulil absar. Yani sizlarga uchrashgan ikki guruhi haqida
bir ibretlik bir acayip ahvaldan birisi var. Yani ibret alsan ibret ağudek. Her taraf özge layık ibret ağudek bir ahval var. Bir gruppa Allah yolda uruşudur. Yeni bir gruppa var. Ula yeni bir tarafını özünün işke həssizçi görüdü. Karşı tarafını. Allah özünün yardım bilen halıgan kişiye yardım veriyordu. Bunun da hakiki oy, fikir, tefekkür ilgisi üçün bir ibret var deydi. Ayetinin kısaca tercümesi bu. Yani ayet 5 yıldan sile de hitap kılıp gep başladı. Katkâne lekum sile üçün. Bu sile kim? Bunu da mu'minlerge sile de atamdı. Ya ki kuparlarga sile de atamdı. İnak ki bu ayetteki sile muşu Bedir uruşudan keyin yaşagan yani hazırlık kadar yaşayotgan meyli mu'min olsun ya kafir olsun hemmesi ayetinin tehdidi dahil. Yani Bedir uruşu mu'minge mu'mince ibret kafirga kafirce ibret Bedir uruşu. Çünkü Bedir uruşuda dünya kanuniyetiga bağlanmaydigan nurgun acayip işler yüz bergen. Bunun mu'min özüge yarışa bir ibret alıdı, kafir özüge yarışa bir ibret alıdı. Mu'min şu ibretini alıdı ki, senin kolağında qanchalik kuch bo'lmasin. Dünyanın sebep noktalarından hiç narsaga egolma. Allah seni qana qildi. En yuqori martabaga erishidi, g'alaba qildirdi. Madam sen o'zingning mavqesi yo'lida ching tura olasan, ishonchingni yo'qotmasan. Bu mu'minga kelgan ibret bo'lsa, endi kuffarga qarta ibret sen qanchalik kuchga ega ol, dunyo sabab noktalardan qanchalik narsalarning qo'lingda bo'lsin, qanchalik imkoniyating bo'lsin, Allah seni Bedirga o'xshash xar qiladi. Hamma mag'lubiyat seninki degan shaklda barga bir ibrat ogohlantiruvchi qanaqat beryapti. Demak, bu yerdagi sizlar degan ifoda mu'min va kufrlarni ayrim shaklda qanday qiladi? O'z ichiga oladi. Herkes mu'minler özünün meselesini dünya imkaniyetiga bağlamasın. Dünyadaki özdeki sebeplerge bağlamasın. O bizden sanımız mançilik, bizden tayarlığımız mançilik, küçümüz mançilik. Düşman degen anda, düşman manda, düşmanın sanı o, düşmanın iktisadı bu degendek matematiklik hesap bilen özünü yokutup koymasın mu'min. Bu ayetin bizge bir vatkan signal bu. Kuparga dağıtıdı ki sen üzerinden küçüğü tayinip, üzerindeki iktisadi imkaniyeti tayinip ve her bir imkaniyeti tayinip maçta kiti vermeden oylama. Bu senin akıbetini hep ulağa bergen küçük signal bu. Çünkü Bedir uruşu şundak bir ibretlik, şundak bir acayip bir uruş oldu ki hep batılın üstünden en aciz haletteki hep en küçük haletteki batılın üstünden kana kıldı, galba kıldı. Ondan kin ayette fi'atun tuqatilu fi sabilillah'da fi'a da bir söz işletilgan. Bunu bayat tercüme qilganda bir gruppa deb tercüme qildim. Yani bir jamoat grupi degan ma'noda. Normalda bir top, bir jamoat deb ishlatamiz, bir yig'ilgan bir nimani. Ama fi'a normalda masalan deyli bir toplum, bir jamiyat desak, bir jamiyatning odamlarining har birisining o'zgacha bir ishi bor. Ahmad Axun uni qiladi, Mehmet bunu qiladi, Samat uni qiladi. Masalan, har birisining ayrim ishi bor. Buni bir jamiyat, bir jamoat deyishga bo'ladi. Ama fi'a bir grup deyishga bo'lmaydi. Chunki grupning arab tilidagi ifodasi qancha odam bo'lsin, mayli 100 yoki 1000 yoki 10 odam bo'lsin, o'xshash bir nuqtaga bir ish ustiga markazlashgan bo'lsa, bu fi'a bo'ladi. Deyadiki, fi'atun iborasini qo'llanganlik oyatda buning jang haqida ekanligini ifodalaydi. Chunki jangdan boshqa har qanday yerda hech kim bir nishon bir guruhda o'zaro moslashib harakat qilmaydi. Çünkü normal cemiyet yaşayotgan bir toplum kişilerimi onda hareket qiladi. Ama faqat jangda bir qo'mondonga bo'ysunadi, hammasi bir nishonga qarab ilgarilaydi, vazifasi bir, bu bir, boshqa bir holat shakllangan guruhni arab tilida fi'a deydi. Ya'ni oyatdagi fi'a hukmi buning jang haqida bo'layotganligini, urush haqida bo'layotganligini qanday qilyapti, ifodalayapti. Ondan oyatning oxirisida İki fi'aning gapini qildi, iki guruhda kishilarning gapini qilib, bir guruhda kishilarning ma'lum ish harakatini, nishonini ko'rsatdi, yana bir guruhda kishilarga bir sifat berdi. Birinchi guruhni nima deb sifatladi? Tuqatilu fi sabilillah. Allah yo'lida urushgan guruhga lam dedi. Boshqa sifat yo'q. Ikkinchi guruhda kafir guruh bor dedi. Bu orqali
yani az ibarat orqali ko'p narsa ifodalayapti. Ya'ni Alloh yo'lida urushadigan guruhga mutlaqo nima bo'ladi? Mu'min bo'ladi. Endi kafir guruhga Alloh yo'lining qarshi bo'lgandan keyin shayton yo'lida urush qiladi. Undan keyin asl jumlaning to'liq shakli mu'min Alloh yo'lida urush qiladigan bir guruhga, kafir shayton yo'lida urush qiladigan yana bir guruhga demakchi maqsad shu. Lekin arab til adabiyotning ifodalash shakllaridan bir shakl qo'llanib, bir tarafning harakatini ifodalash orqali qarshi tarafning harakatini harakatining qarshisi bilan bildirish, yana bir tarafninki sifatini keltirish orqali tarafning sifatning qarshisidagi sifatini birga ifodalash uslubini qo'llangan. Shunga bu yerda Alloh yo'lida urushadigan bir guruhga degani mu'min guruhga, kafir guruhga yana bir degani shaytonning yo'lida urushadigan guruhga deb bu nuqtani qanday qilsak bo'ladi, tushunsak bo'ladi. Endi shu nuqta bo'yicha biz oyatning mazmunini xulosalasak, Allah xitob qilib deyapti. Ya'ni mu'minlarga va kuffarlarga xitob qilib, hayotdagi, dunyodagi normal hayot qonuniyicha bo'lmaydigan bir ish va urushda deydi. Urushda, men sizlarga kitob qilayotgan, ko'rsatayotgan bu urushda, ya'ni Badr urushida hayot qonuniyatiga qarshi ajoyib degan oyatdagi odatdan tashqari bir ahvol. Ya'ni bu yerda mu'min guruhi bilan kuffar guruhi qana qildi urushdi. Alloh yo'lida urush qiladigan mu'min guruhi shayton yo'lida urush qilayotgan kuffar guruhining ustidan g'alaba qildi. Buning alohida tarafi ne? Buning alohida tarafi tuandikicha. Birinchidan, oyatning oxirida yarawnahum mislayhim ra'yal ayn. Ular yana bir tarafni mislayhim o'zining ikki hassicha naq ko'rdi deydi. Ikki guruh bor. Mu'min guruhi, kuffar guruhi. Kimni ko'rdi? Mu'minlar kuffarlarni o'zining ikki hassicha ko'radi. Yoki kuffarlar mu'minlarni o'zining ikki hassicha ko'radi. Yoki mu'minlar kuffarlarni ikki hassicha ko'radi. Ya kuffarlar mu'minlarni ikki hassicha ko'radi. Mana bu ifodalarning hammani o'zi chiqaradi. Balkim hamma ifoda bu yerga sig'ishi kerak. Masalan, shu vaqtda mu'minlarning soni 300 atrofida bo'lsa kerak. Kuffarlarning soni 1000 atrofida bo'lsa kerak. Agar kuffarlar mu'minlarni o'zining ikki hassicha ko'rsa, mu'minlarning soni 2000 ko'ringan bo'ladi. Agar mu'minlarni o'zining ikki hassicha emas, mu'minlarning ikki hassicha ko'rsa, 600 atrofida ko'rgan bo'ladi. 600 atrofida. Endi ko'rguchi kafir bo'lgandan keyin, ko'rguchi mu'min bo'lgan vaqtda mu'minlar kuffarlarni o'zining ikki hassicha ko'rsa, aram 600 atrofida ko'rgan bo'ladi. Bu bir tarafdagi ehtimol. Undan keyin kuffarning ikki hassicha ko'rgan bo'lsa, 2000 atrofida ko'rgan bo'ladi. Nima bilan bo'lmasin, tarafni ko'p ko'rish ahvoli. Ya'ni ko'paytsan ko'payyotdi, ha? Ammo sura Anfalning 44-oyatda iz yurikumuhum izil taqaytum fi a'yunikum qalilan va yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallohu amran kana maqdura. Oyatda sura Anfalning 44-oyatda ikki tarafni bir-biriga oz ko'rsatganning ifodasi bor. Hozir biz o'qiyotgan oyatda ko'p ko'rsatish. Mayli mu'minning ko'ziga kuffar bo'lsin, mayli kuffarning ko'ziga mu'min bo'lsin, ko'p ko'ryapti. Sura Anfaldagi oyat ozliqtyapti, oz ko'rsatyapti deyapti. Bu ikki oyatni biz qanday tushunamiz unda desa, oyatni manda tushunishimiz mumkin. Urush boshlangan vaqtida cho'qim ikki taraf bir-birini oz ko'rish kerak. Sura Anfal urush boshlangan vaqtdagi ifoda bo'lsa kerak. Agar ikki taraf bir-biriga ko'p qolsa urush bo'lmaydi. Ammo Alloh mu'minlarga shunday bir qalbini ato qilmoqchiki, hayron qolgudek normal qalb emas. Normalda 1000 kishilik qo'shin bilan urush qildik, yangdi normal qalb. Tayyorlik bilan kelgan bir qo'shinni yangdi, normal ahvol. Alloh mu'minlarga shunday bir qalb bermoqchiki, hammasi hayron qolgudek. Manda bir qalb bermoqchi. Shu bu urush mutlaq bo'lish kerak.
Liyaqdiyallahu emran kana maf'ula. Bu urush bo'lish kerak. Unda olsun uchun Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga kuffarlarning sonini oz ko'rsatdi. Kuffarlarga mu'minlarning sonini oz ko'rsatdi. Ikki taraf urushdan qochib, keyingi chekinib olmasin uchun ikki tarafga sonini oz ko'rish orqali urushga kirdi. Endi urushga kirib bo'lgandan keyingi jang ichidagi psixik masalasiga qarab baqsaq bo'ladi. Urushga kirib bo'lgandan keyingi jang psixik masalasiga qarab baqsaq, mu'min bilan kofirninki urush ichidagi psixikasi o'xshamaydi. Kofir mutlaq hayot qilish kerak. Chunki u hayot qilish uchun urushidi. O'lib ketsalar buningga bizning nazarimizda azob bor, ammo o'zining nazarida tugagan bo'ladi. Uningda faqat qo'rqish psixikasi bo'ladi jangda. Kuffarning ahvoli bu. Endi mu'minlarning ahvoli qanday bo'ladi desa, mu'minga Alloh subhanahu va taolo ikki yaxshilikning birini va'da qiladi. Ikki yaxshilikning birisi va'da. Ya g'alaba qilib, g'ozi bo'lib, g'animatga erishadi, g'alaba va'dasi yoki o'lib ketgandan keyin jannat va'dasi. Mu'min bu ikki xil va'da umidida jangga kiradi. Ya'ni mu'min uchun o'lib ketsimi o'xshash, g'alaba qilsimi o'xshash tamoman. Ya'ni mu'minninki jangdan ufturadigan tarafi yo'q. Endi bu orliqda, mushu ishga psixika nuqtasi turib tahlil qilgan vaqtimizda jangga kirgandan keyin kuffarlarning ko'ziga mu'minlarning sonininki ko'p ko'rinishi mag'lub bo'lishni tiziltidi. Mu'minlarning ko'ziga qarshi tarafning sonining ko'p ko'rinishi texmo qiziq hissiyotlar, cho'nqur hissiyotlar texmo intilib jangning qizib ketishiga elib boradigan. Shu oyatdagi sonning oziltilishi jangga boshlanishining oldidagi ahvol bo'lsa, biz o'qiyotgan hozirgi navbatdagi oyatimizdagi sonning ko'paytilishi jangning ichiga kirgandan keyingi ahvol. Buni tasvirlayotdi oyatda. Odatda mu'minlar jang prinsipida, mu'minlarning jang uqumida sura Anfalning 65-66 oyatlarda buni bizga bayon qiladi. Ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina alal qital, iyyakum minkum 10 sabirun yaglibu 200 va iyyakum minkum 100 yaglibu 1000 deb mu'minlar 10 hassa ortiq dushmandan g'alaba qilish majburiyati va ya'ni g'alaba qilish quvvati qilingan. Garchi yengiltilgandan keyin 2-1 ga qolgan bo'lsin, lekin mu'minlar shu xil shaklda, psixik shu xil shaklda iroda bilan jangga kiradi. Bu nuqtadan jangning ishida dushmanning sonining ko'paytilishi mu'minlarning texmo jonliq, texmo aktiv holatda jang qilishini ilgari suradi. Ama jangning oldida biroz qo'rqish bo'ladi. Meni kim bo'lsin? Shu jangning oldida son ozitilgan, jangning ichida son qana qilingan, ko'paytirilgan bo'ladi. Ondan keyin oyatning oxirisida vallohu yu'ayyidu bi nasrihi may yasha inna zalika la'ibratan li ulil absar. Allah subhanahu va taolo o'zining yordami bilan xalqan kishini kuchlantiradi. Buningda haqiqiy o'tkir fikrli kishilar uchun, aqlli kishilar uchun bir ibrat bor. Endi ibrat degan nima? Ibrat Uyg'urchada shu ibrat deymiz buni. Ya'ni bir ibrat oldi, vaznasat oldi degandek gap. Buni eng oddiy tildan tushuntirishga to'g'ri kelib qolsa, kalladan o'tish degan. Masalan, ba'zi tushunilmagan masalalarni tushungandan keyin "Voy kallamdan o'tdi" degan masala deymiz. Ma'ni, endi kallamdan o'tdi. Mana shakl deymiz-ku. Ibrat mushu ma'ni ifodalasak bo'ladi deydi. Arabcha nuqtasini biroz tahlil qilsak, ibrat degan so'z arabchadagi abara fildan kelgan. Buningda masalan yo'ldan o'tadigan ko'rik, obor masalan, piyodalar o'tish, abara o'tdi, dengizdan o'tdi, bir qirg'oqdan qirg'oq o'tdi. Andan ishparni xushproqni ma'abir deb qo'ydi. Kishidan kishiga qanaqa qiladigan, puroq o'tadigan, hatto ma'na ifodalaydigan so'zlarning iborat deb qo'ydi. Ma'na bir kalimadan, ya'ni bir odamning zehniga o'tadigan. Demak, abara ibratning asl lug'at ma'noda bir yerdan bir yerga qanaqa qilish, o'tish. Ya'ni insonning kallasida shunday bir fikrlar bo'lishi mumkin, shunday bir qarashlar bo'lishi mumkinki, dushman kuchlik yengolmaymiz, biz ojiz yengolmaymiz. Mana bir qarash, mana bir tuyg'u bo'lishi mumkin. Insonning kallasida, mayli mu'minning qanday bo'lsin. Dushmanning kallasida shunday bo'lsinki, biz kuchlik yengib o'taylik. Ular ojiz, bizni yengolmaydi.
Allah Bedir urushini misol qilish orqali bizga ibrat uratidagi kalamdagi fikrni o'zgartdi. Mu'min bo'lsang, shunda bir fikr olsinki, Allah xohlagan odamiga yordam qiladi. Sen qilishga tegishli barliq chora tadbirlarni qil, qalbim mendan. Bu nuqta kallandan o'ssin deb Allah subhanahu va taolo. En az bir qo'shin bilan en kuchli ko'p bo'lgan bir qo'shinni yengan bir misolni aytadi Badr urushini. Chunki Badr urushining ahvoliga qarab boqadigan bo'lsak, oxiridagi liul absar va ya bu bizga qarab boqinglar deyotdi. Qarab boqinglar, absar degani masalalarga qarab, masalalarni qana qila oladigan, tahlil qila oladigan kishilar degan gap. Qarab boqili Badr urushining ahvoliga. Badr urushidan musulmonlar asli urush qilishga chiqmagan. Yani Madinadagi musulmonlar o'zininki Makkada tortgan ziyon, Makkada uchragan zulm, Makkadagi mushriklarning qilgan qaxt soqtlarini o'rnini to'liqlash uchun Madinaning yo'llaridan o'tadigan Makkaning karvonlariga hujum qilish uchun chiqqan. Yani oddiy yengil qurollar bilan. Chunki karvon deganda muntazam askar olmaydi, egri qurol olmaydi, bir necha qo'g'dug'uchi bo'ldi. Shuningga loyiq bir 200-300 odam bilan chiqqan musulmonlar. Ya'ni urush qilish tayyorligi yo'q. Ammo karvonining hujumga uchraganligini anglagan Makka ahli, Makka mushriklari to'liq tayyorlik bilan bu yilni qattiq dasratmasak degan iroda bilan bizning karvonga chaqalam degan bir ideya bilan to'liq qurollanib mingga yaqin odamlar chiqqan. Mu'minlar shu vaqtda urush qilg'usi yo'q. Oyatimda aytadi-ku: "İz ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum va tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum." Allah sizlarga ikki toifning birini va'da qildi. Ya karvon bilan shu karvonni olasizlar, yoki urush mushriklar bilan uchrashib urush qilasizlar. Ammo sizlar qaysini umid qilasizlar? Ajizroq. Chunki hammadan yumush qilgan. Urush qilg'usi yo'q. Chunki musulmonlar chiqqan vaqtda urush qilish niyati bilan chiqmagan. Allah işte va'da qildi. Ya'ni yomon uchishsizlarda. Musulmonlarmi yengil chiqqan. Qilishlarlar, yengil neyzulallar, mana egri qurollari yo'q. Ammo Allah bu yerda mu'minlarga buyuk bir g'alabani va'da qildi. Karvonni tutib olib, karvonga yetishib, karvonni olgan bo'lsa, normal bir ish edi. Odatdagidek u bir alohida ish emas. Chunki bir qurolliq askarlardan chiqib, bir karvonni egallash degan gap cho'ng gap emas. U cho'ng g'alaba emas. Allah mu'minlarga shunday bir buyuk g'alaba ato qilmoqchiki, hech qanday tayyorliksiz urushga chiqmagan musulmonlar bilan butun tayyorlik bilan zo'r qo'shinni olib chiqqan mushriklarni uchrashtirdi. Bu maydonda iymoniy ruh shunday bir voqealarni, shunday bir maydonlarni bizga o'rtaga ochib tasvirlab berdiki, dada bolalarni uchrashib qolgan bir ahvollar bor. Qarindoshlar uchrashib qolgan ahvollar bu jangda qarshi shaklda. Masalan, Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasulullohning safida, o'g'li taqi musulmon bo'lmagan Qurayshning safida. Ajoyib iymoniy, ajoyib kuchga to'lgan bir o'rinlar. Shu vaqtni musulmon bo'lib bo'lgandan keyin hikoya qilib so'zlaydi Abu Bakr radhiyallohu anhu. Men shu kuni odamni ko'rdim, asta yushurini oldim deydi yani. Boshqa ketdim. Bu vaqtda Abu Bakr radhiyallohu anhu nima deydi? Agasini ko'rgan bo'lsam o'ldiribdi. Ikkalasining mavqesini go'zal mavqe. Chunki Abu Bakr radhiyallohu anhuning o'g'liga nisbatan ikki talvash bor. Birisi o'zi ketayotgan yo'l, birisi dadisi. Dadisining qarshiligida ma yo'l nima? Chunki o'zining yo'l ketayotgan yo'lning to'g'ri ekanligi o'zining ishonchisi yo'q. Xato yo'l ekanligi aniq. Batil yo'l ekanligi aniq. Dadisiga tegishmaydi-da. Shunga dadisini yushirib oldi. Endi Abu Bakrning maydoniga kelsak-chi, chunki Abu Bakrning maydoni bir musulmon bo'lmagan mushrik o'g'li bilan haq yo'l. Tabiiyki, haq yo'l uchun hamma narsani pido qilish haqiqiy mu'minninki sifati. Bu mavqelar va masalan. Endi shu urushlarda Qurayshning jinoyatchilaridan nurg'unlari o'ldirildi va nurg'unlari qilib qoldi. Allah'ın takdiri, hikmeti bilen nurgulları kap kaldı. Kap kalanların kap kılıçtı mı Allah'ın bir hikmeti bilen kap kaldı. Mesela Halid bin Velid deyimiz. Bedir uruşunda öldürülgen olsa, Çin'ki büyük uruşlarda biz Halid bin Velid'in tarihini okuyan muham bulattık. İş izlerini göremeyen bulattık. Ekreme deyimiz kap kaldı. O uruşta bir hikmet yüzünü kap kaldı. Kap kalmayan olsa, bunun Çin'ki büyük tarihini okuyan muham bulattık. Büyük iş izlerini biz göremeyen bulattık.
Şu vaqtida Qurayshning ichidan shularning o'ldirilmaganligini musulmonlar bir aram bo'ldi-yu, hikmat nuqmi Alloh uchun. Alloh u kishilarning o'ldirilmasligida buyuk hikmatlar asosida ularni qoldirib qo'ygan. Undan boshqa yana bir misol. Abu Aziz Mus'ab ibn Umayrning qarindishi. Bularmi jang maydonida kurashib qolgan. Mus'ab ibn Umayr Rasululloh Madina ahliga islomni o'tish uchun Makkalik vaqtlar avatgan sahoba. Makkaliklar Qurayshning ichidagi eng erki bir bala, oilasiga favqulodda ixtisosliq, ipak kiyimni hech kim kelmaydigan vaqtda kiydigan bir bala. Bu keyin musulmon bo'lgandan keyin ashta bir aziyatlarga, qiyinchiliklarga uchrab, hatto eng ko'ni kiyim kiydigan holatga tushib qolgan. Rasululloh buning iymonini ko'rdinglar buni. Ma'ni iymon shuncha farog'atlik turmushdan mashta ko'ni turmushga kasimi chidaydigan, mustahkam turadigan bir yerga keldi degan bir ta'rifot bor. Endi mushjangda Mus'ab qarindishi Abu Aziz bilan uchrashib qoldi. Abu Aziz shu vaqtda musulmon emas. Abu Azizni Abu Yusr ismli bir ansoriy sahoba asir oldi. Mus'ab musulmon sahobaga qarab, "Ma asringni ching tut. Buning oilasidagilar boy, onasi boy, sana jiq pul berib qutqizib oladi" degandan keyin qarindishi, "Voy, qarindishingga boshqa muomala qilamsan? Qarindishingga ko'rsatgan iltifoting mushumi" degan vaqtda Mus'abning bir ifodasi bor. "Mening qarindishim sen emas." Ya'ni bu yerda biz nimani ifodalamoqchi qarindoshlar desak, Badrdek büyük bir jangning eng oz tayyorliksiz bir kichik bir guruhining tayyorlik bilan kelgan muntazam jang uchun chiqqan bir armiyaning ustidan g'alaba qilishdan iborat. Allohning mu'minlarga shafqat qilish, kuffarlarni mag'lub qilishdan iborat. Bu ajoyib qonuniyatining asas siri manbasi nima desa, Abu Bakr radhiyallohu anhu o'g'li tutgan pozitsiyasi, Mus'abning qarinishga tutgan pozitsiyasi, yana bulardagi o'rnab ketgan haqiqiy iymon ifodasining natijasi. Alloh bu nuqtadan buni bizga deb tasvirlayotdi majangni. Ya'ni qachoniki musulmon Abu Bakr radhiyallohu anhu o'g'li tutgan pozitsiyaga kelalisa, Mus'abning qarinishga kelgan tutgan pozitsiyasiga keladigan vaqtida Badr qaytadan yuz beradi. Sa'ning qanchalik azot kessin, tayyorlikning qanchalik azot kessin, imkoniyatning qanchalik kam bo'lib kessin, eng buyuk imkoniyatga ega, eng o'zi qudratli bo'ladigan dushmanning ustidan g'olib kelalaysa. Dushmanga shunday xitob qilamizki, sening qanchalik imkoniyating bo'lib kessin, sen satug'labun va tuhsharuna ila jahannam. Mag'lub bo'lsa va dozaqqa cho'qim mahkum bo'lsa. Shunga ayetning dersimizning oxirida sura Tövbe'nin 52. ayetida biz deyish orqali dushmanga shunday xitob qilamiz. Dushman bilan saqlashimiz. Oyat aytadi-ku, "Qul hal tarabbasu bina illa talas." Dushman bilan kutishimiz biz, saqlashimiz. Biz nimani kutamiz? Dushman yashashni kutadi. Biz ya izzat bilan g'albida yashashni, ya shahidlashni kutamiz. Qani kim oxirida g'alba qiladi ekan? Ularni kutsin, bizmi kutamiz? Biz ya dunyoda g'alba qilamiz, ya shahid bo'lamiz. Dushman mutlaqo mag'lub bo'ldi ikki holatda. Ammo biz har ikkala holatda g'alba qilgan bo'lamiz. Dersimiz mushada oxirlashdi. Va oxiru da'vana